Assalomu alaykum hurmatli Rivoj 98 YouTube kanali obunachilari. Hammalaringga kunlaring xayrli o'tsin degan holda yana bugungi videomizni boshlab oldik. Bugun Xudo xohlasa sizlar bilan ajoyib kontentlar ko'ramiz. Ya'ni xodimlarimiz bilan ajoyib savol-javoblar o'tkazamiz. Videoga bitta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bundan tashqari ancha videolar joylaganmiz. Mehnatimizni qadrlagan holda bundan oldingi videolarimizga ham ko'rib like bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qani ketdik. Bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima qilardingiz aka? Nima qilardim? Maza qilib yonboshlab o'tardim deydi. Senga bir maslahatim shu. Bilmagan ishingga aralashma og'ayni. Bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Nima qilgan bo'lardim? Oila ochtirgan bo'lardim. Oylikni oshirgan bo'lardingiz? Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Kimniki? Rahbar bo'lganingizda xodimlarga oylikni qancha qilib bergan bo'lardingiz? Мальчик, иди сюда. Oyliklardami? Ishiga qarab. Ishiga qarab qancha endi примерно? $1000, $3000. Shunaqa $1000, $3000 beradi. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. Bir kunga Terminator bo'lsang o'zingga. Men ninja chirpashkaman. rahbar bo'lib qolganingizda nima qilardingiz? Shu aytayapman, rahbar bo'lishni o'ylamaganman-ku. Hayotni o'rgan. Faqat bir narsasi ma'qul nomi. Yaralangan qush hamon uchmoqda. Bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Endi bu Allohdan-da kimgadir berar, kimgadir bermaydi. Bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Rahbar bo'lganda agar Alloh tevamda bo'lganda men rahbar bo'lganimda qiynalgan oilalarga yordamlashardim. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday, u unday, bu bunday. Aytinglar qani, yaxshi odam qanaqa bo'ladi? Sizga o'xshagan bo'ladimi? Mana bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Men bir kunga rahbar bo'lib qolganimda ish sifatini oshirardim. Ishlarni rag'batlantirardim. Oyliklarni ko'tarardim-da. Qancha qilib berardingiz ishchilarni oyligiga? Endi moliyadan kelib chiqqan holda hisob-kitob qilib turib ko'paytirib berardim. $1000, $2000 sonda ayting. $1000 Buguncha kun isib ketdimi? Sal miyam. Bir kunga rahbar bo'lib qolganingizda nima Ya, qilgan вообще bo'lardingiz? udar bo'lardi. Qanaqa? Hech narsa qilmasdi. Nima qilardi? Kelib-ketib yuraverardi. Mongoliyaga ketardik biz ham. Tramvay. 1 milliard pul berishganda ishxonangizdan voz kecharmidingiz? O'ylab ko'rish kerak uni. O'ylayapman-da, kelmay qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. Pul berishsa ishxonadan voz kechgan bo'lardingiz. 1 milliard pulgami? O'ylab ko'rish kerak. 1 milliard berishsa, 1 milliard pul berishsa ishxonadan voz kechgan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga? 1 milliard pulni bergan odam yo'q, albatta. Bir milliard pul berishganda Rivoj 98 dan voz kechgan bo'larmidingiz? Yo'q. Sabab? Bu batni birinchi boshlaganimiz o'rtog'im bo'ladi, batni xo'jayinim menga. Bu yaxshi xalqqa xizmat qilyapman, nima kechasiz? Ishimiz meni do'sti qiyomatli do'stim bo'ladi, bu Rivojni xo'jayinim. 1 milliard pul beramiz deyishganda ishingizdan voz kechgan bo'larmisiz? Yo. 1 milliard dollarda. Yo. Sababi? Sabab mehnat qilaman, mehnatimga topaman. Allohga shukr. Mana shu yerlarda topib yuribmiz. $1 million beramiz deyishganda ishingizdan voz kecharmidingiz? Yo'q. Sabab? Sabab mehr qo'yganman. Ha. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q. $1 milliard beramiz deyishganda ishxonadan voz kechgan bo'larmisiz? Yo'q.
Voz kechmaydi. Kechmayman. Ha, O'zim ishim ustasiman. ha. Xudoga shukr. Berakamanlik yetyapti. Necha yildan beri faoliyat yuritasiz? 8 yildan beri shu 8 firmada, yildan beri. shu firmada, Rivoj 98. Rivoj 98 da 8 yildan beri faoliyat olib boraman. nima bo'layotganiga hayronman. Goh kulgim keladi, goh yig'lagim. Ishlab chiqarish rahbaridan ko'nglingiz to'layaptimi? Yetarlicha. Yetarlicha. Olyapman. Ishlab chiqarish rahbarlaridan ko'nglingiz to'layaptimi? To'lyapti. Rais buva, ala. Nimalar bo'layapti, rais buva? Do'stlar, mana shunaqangi qiziqarli va kam edik. Hammaga qiziq bo'lgan kontentlar o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Aynan mana shu hozir turgan joyimiz Oqtomdagi yangi seximiz hisoblanadi. Bu yerda elektr liniyalari uchun alohida temir beton tayanchlarimizga sex ochilgan va undan tashqari FBS blok, regel mana shunaqangi mahsulotlarni ham ishlab chiqaramiz. Kimga mana shunaqangi sifatli temir beton mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastda raqamlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol Rivoj 98 ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat.